Navoiyning o'zi navkar, ya'ni harbiy xizmatchi bo'lganligini ko'p eslagan. Manbalarda ko'plab harbiy siyosiy voqealarda Navoiyning jasorati va tadbirli harakatlari qayd etilgan. Masalan, Yodgor Muhammad Mirzoni qo'lga olishda Navoiy kutilmagan jasorat ko'rsatgan. Hech kim kirishga botinmagan qasrga Navoiy qilichini hassiday tutib, maxfiy yo'l orqali yuqoriga ko'tariladi. Dushmanni shu yo'l bilan qasrdan pastga tushirib, podshoh huzuriga olib chiqadi. Bu nafaqat jismoniy, balki ma'naviy jasorat namunasidir. Navoiyning o'zi navkar, ya'ni harbiy xizmatchi bo'lganligini ko'p eslagan. Bu haqda tarixchi G'iyosiddin Xondamir shunday yozadi. Navoiy bir kuni shunday dedi: Men ham ilgari Amir Sulton Hasanning navkari edim. Hozir amirlik mansabida bo'lsam-da, u zotga xizmat qilishdan or qilmayman. Agar imkoni bo'lsa, unga oldingidan ham ko'proq xizmat qilishga tayyorman. Bu gaplar ortida nafsini yenggan jangchi, sarboz va sodiqlik namoyondir. Xulosa shuki, Alisher Navoiy nafaqat qalam bilan, kerak bo'lganda qilich bilan el yurt uchun xizmat qilgan. Unga berilgan amir unvoni tasodifiy emas. U ma'rifatni ham, vatanni ham birdek himoya qilgan. Shu bois yosh Alisher Navoiyni egnida sovut, boshida dubulg'a, qo'lida qilich va qalqon tutgan navkar qiyofasida tasvirlasa ham aslo xato emas. Balki uning haqiqiy siymosini yanada mukammallashtirgan bo'lardi.